Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilar, bugun 2026-yil 2-oyning 24-kuni seshanba. Bugun bu suhbat programmamizda bizning aziz mehmonimiz Qovuljon bilan ilib borayotgan har 2 haftalik bo'lgan programmamizning bugungi yana bir yangi soni sun'iy aql vakolatchi, ya'ni AI agent haqida bo'ladi. Bugungi bu suhbatni bugun tushdan keyin, ya'ni Amsterdam vaqt soat 3:30 qurilishtirgan. Endi vaqtimiz bo'lmagan muvofiq vaqt chiqarib olmay, shuning uchun kechga o'rlashtirib qolib qoldik. Bugungi bu bir yangicha bir soat ekan. Bu soni texnik ko'proq bir nima erishimiz uchun Qovuljon buni nihoyat yaxshi PPT tayyorlab, avval PPTdan boshlandik ekan. Assalomu alaykum Qovuljon. Qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxona suhbatlari programmasiga naqmayda qatnashganingiz uchun rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Sizga rahmat. Rahmat. Unda bo'lsa ekran sizda. Ma'lum Mahmud Raskabsan tushunib ketmayapman, shunga chiqqanlik nima beramadim. Xo'sh, sizdan boshlaylik ekansiz. O'zingiz bir tushuntirib o'tasiz. Nimani aytyapsiz? Assalomu alaykum qarindoshlar. Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Biz bugun so'zlayotgan temamiz AI agent. Ya'ni buni men AI vakolatchi deb oldim. Balki men nimadan aniqlamasdan yoki ishiltirishdan ko'rgandan keyin uni keyin balki to'g'ri deb qarashim mumkin. Balki AI agent deb elaverishimizmi mencha o vaqtda to'g'ri deb qarayman. Uni zo'rlab tarjima qilishning ba'zan o'rni yo'q. Oldin qatim digital deb söylab, digitaldan biroz taqlib yuribdi. Amaliyotda ba'zi narsalarni uni majbur tarjima qilishning o'rni yo'q. Faqat inglizchani elib ishlatsak bo'laverdi. Hamda aslida uyg'urcha bor. Ammo shu vaqtda biz ishlatishdan qolganligimiz uchun ba'zi narsalarni ham fan texnik atalg'ilari odatda biz ixtiro qilishdan to'xtab qolganligimiz uchun vaqtda boshqalar ixtiro qilganlik uchun uni aytma ishlasa bo'ldi degan. Biz ixtiro qilganlar bizning ishlatdi. Buguncha vaqtda AI agentni degan nima degan so'zimiz bu agent avval bir aniqlik beraylik. Har qanday bir narsa so'zga vaqtimizda o'rgangan vaqtimizda bu nima ishlaydi, mana nima foydasi bor degan savolni asos qilib qilaman men sizlarning mashina shuni umid qilaman. Birinchi buguncha vaqtda AI agent degan nima bu? Degan vaqtimizda AI agent qisqacha aytgan vaqtimizda AI agent deganimizda muhitdan uchur qabul qilib nishonga asosan qaror chiqarish qaror chiqarib harakat qilgan aqliy sistema deb asal. Buning uchun 3 narsani o'z ichiga oldi. Birinchi vaqtda, ya'ni ingliz vaqtida perception deymiz, ya'ni sezish, kirgizish bo'ldi. Ikkinchi vaqtda decision, ya'ni qaror qilish bo'ldi. Uchinchi vaqtda action, ya'ni harakat bo'ldi. Bu 3 vaqtda birlashgan vaqtda uning bir agent sistema, AI agent shakllangan. Odatda vaqtda biz odat o'rgangan OpenAI olamdi yoki Gemini olamdi yoki boshqa narsalar olamdi. Uyg'ur AI olamdi degan. Hammasi shu vaqtda bularning asosli qilgan ish nima degan vaqtda siz so'raysiz javob berdi. Bu shaklda bo'ldi. Siz so'raysiz javob berdi. Siz so'rasangiz jim turdi degandek. Endi AI agent yo'qsa siz talab qilsiz. Masalan, bugun avara qandaydir deb desangizlar, bugun avara manda sen turayotgan havas manda ekan, mancha bo'ldi degan hamma tafsil sizga aniqlan berib beradi. Masalan, ba'zi kinolarda kabi so'mkasida silab olgan kichik qo'ychoqdek bir AIlar. Uni ba'zi yana bir kinolarda yordamchilar bor, aql ko'rsatadigan so'mkasida kirib degandek kichik AIlar. Ashuna qo'shashcha siz nimaga yo'liqsangiz, so'rasangiz degan o'shunga asosan ma'noga birini yakunlab berasiz. Qanday deylasizlar? 2027-yili Xitoyning Tayvanga hujum qilish ehtimolli qancha % deb so'rasangiz-chi, ashuni so'rasangiz siz vaqtda ashuni u izlab joyda ehtimollikni hisoblab chiqib, eng oxirgi vaqtda buning ehtimolliklari manda mancha % keyin ma tarafdan, iqtisod tarafdan, harbiy tarafdan, u tarafdan, bu tarafdan degan hamma sizga tafsil bir diagram shaklida chiqib beradigan. Yani faqat siz ehtimollik qancha desangiz, hozirgi joyda ehtimollik mancha deb chiqib berish mumkin ekan. Ammo AI agent vaqtda ashuni izlaydi, uni analiz qiladi va uni oxirgi vaqtda sizga bir dokument shaklida, hujjat shaklida vaqtda ta'minlab beradigan. Shu yerda AI agentni odatga deb
sözlük hem ýa-da ki. Şoň hemme hazırky AI'lar generate AI gitip bardy. Hani hasıllygy AI'larga. Hem bu ýolda bu hazırky AI'lardan neçesi güçlü diýen gep. Ony güçlü bol diýen gep. Quantum AI kirip bu hazırky AI'lardan müňe güçlü diýen gep hemde. Şol ýakda adatki AI'lar siz talap kılsyz u planlaýdy, ijra kıldy. Meselen men bir saýat çykmak isledim. Meselen Türkiýeге barmakçy edem. Bir eň ýaxşy ýerlerini, bir saýat plan tuzup bergin deseniz o ýakda sizge näge bir saýatçylaryň eň köp bardyğı ýer nälikini, onykini kanda gatnaşyp kullanýan wagtda sizge eň ýaxşy çykym kılışdan saklanyp kaldyganlygyňyzy degендek hemmeni ýollarny kösüp berdiň. Yani qaysi mehmanxanada yetişiňizden tatyp, tamakxanada tatyp hem laýlap bir nime şekil çykyryp berdi. Bu huddy aşnaň hem siz kılışyňyz gerek ämeliýetde. Emma ýokda AI agent sizin ornuňyzy kılar diýen. Yani bu şunun karta açyp ýokda yani AI wakaletçi dep terjim kıldım bäzen aga wagtynda. Emma ýokda AI agent, AI wakaletçi degende hem de işletsek bol diýen. Yani eger bunu işletmemsek AI agent dep işletsek bolýar diýen. Bunu çoň mesele ýok. Fakat mesele şol ýakda buny kanda işletiş, kanda ýasaş meselesi bar. Onuň atalygyny toktab kalsak bolmaýdy diýen. Ony kıldyganlar aýrym. Bizning Nurgün Tilşinaslar akademikler bagy kurylyp ketken. Aşlaryň wezipesi şu. Emde tehdimi Uygurça tehdimi ýygynçalyp etkalsak, tehdimi zagarnan til boýunça etkalak nime bolsa, senzor arkalyk, muhitni sizleş, hereket arkalyk ony özgertirýän her kandak sistema agent boldy dep garsa boldy. Yani AI kuşlaga wagtda u akly bolady. Doganda akyllyk agent bolady diýen. Yani bunu jogapda Uygurça eň togry eneklim haýsy bolady diýip menimçe o wagtda AI agent nişanga asasen muhitni sizep, yani siziş, muhitni sezmek. Sizep plan tüzüp, kural işletip, öz-özüni bahalap hereket kılgan aptonom akly sistema. Desek eň togry eneklim boldy diýen gep menimçe bu wagtda. Hagyny wagt gelgende görmezden gep. Hem de AI agentning kurulması kандай bolýar? Aslında 5 kurulma boýunça boldy. Bu ýerden dedik 4 kurulma, 3-nü sözlegendim. Goýmy? Eň asasyk şu 3 kurulma boldy. Hem de başgalar şu ýakda ýana bak goýar, bar diýenek. Hem de eň köp gollangan 5 katlam boýunça boldy. Birinçi wagtda perception. Yani tekst, söret, awaz we his kılıç. Mesela siz kirgizgen her kандай bir näse kirgiziş boldy hem de. İkinci wagtda reasoning boldy. Bu çoň til modeli. Mesela large language model diýmiz. Oýlaş, tepekkur kılıç diýendek. Onun genç olduğu memory oldu, yadikisi oldu. Bununki Uygurca yadikisi deyimiz, memory diýende. Yadikisi oldu. Bu joda kıska ve uzun müddetlik es saklaş oldu. Mesela AI'ninki sünnä kılan joda ıhtary karta yadikisininki uzun müddetlik, kıska müddetlik boldy diýen. Şoň joda sizininki işletilişiniz aşna karta boldy diýen. Mesela siz izlegen näslerinizni we sizininki hatyryňyzda saklap kalyşyny halasyňyz şol wagtda saklap kalady diýen. Bäzide şol wagtda saklap kalmaýdy diýen. Kıska müddet saklap kalady. Bir hepde ötkenden keyin wagtda o es tutmaýdy diýen. Siz sorsaňyz o wagtda ýana nölden başlaýdy diýen. Emma ýana bäzide sünnä kılabat. Bular şol wagtda uzun mezgil es tutup kaldy diýen. Siz aldyn kapda bir material izlep goýdunuz diýen. Meselem aldyn kapda siz bir kuantum AI toğruluk bir makale izlediniz. Şunun wagtda bir hepden keyin wagtda elik makale kuantum AI'nin makalesi kандай boldy? Ýa-ki elik makale kандай boldy dep sorsaňyz, kuantum AI'nin makalesi kандай boldy deseňiz, sen many izlegende onuň meýmanyndan tezini çykyryp goýdum dep aşny sizge tepreli diýen. Sizem tepreli diýen. Bu wagtda onuň uzun müddetlik ýadykysy, ýani memory'stinki uzun müddetlik ekeligini bildirýän. Hem de tool diýmiz. Tool istildi. Hesaplaýan. Bular wagtda izleş, hesaplaş, kod ýazyş kurallary diýen. Bu kurallar bol. Hem de action, ýa-ni wagtda şu action bol. Oda bu wagtda netije beriş, hereket kılıç. Adet wagtda fiziklik, sunniýa bolmaga wagtda, ýani fizikal AI bolmaga wagtda bu sizge pekat görünmaslyk bol. Ýani netije ber diýen. Eger fizikal AI bolup ketken wagtda bu sizge nisbeten netije berişlerle kalmaýdy, hereket götür diýen. Ýani bu robot dep diýen. Dämdi. Hem de AI agentning türleri kандай boldy diýen wagtda hazır bir wagtda reactive agent boldy. Bu wagtda hazır hereket kılady. Yani senzorlar arkaly boldy. Mesela sezgi senzorlar bar, maşynanyňky senzorlar bar. Senzorlar bar, Tesla maşyna ýa-ki BYD bolamdy ýa-ki Türkiýe Ýaponiýanyň EV maşynlary ýende. Şu haşlanyň wagtda hemmesi
Aldida senzorlar bo'ldi. Senzorlar joyda bir narsa sezadi, sezgandan keyin shundan qarata harakat qilib beradi. Bular ana goal based agent, ya'ni nishon qarab harakat qiladigan. Masalan, Tesla pilot degan. Masalan, bir nishonni belgilab qo'ysiz, masalan, dronlar bor hozirgi bir eng oxir bir koordinatni kirgizsiz, o'shani belgilab qo'ysiz, o'shaga bevosita uchib bordi, uning kenchoqda vaziyatni o'rnab bo'lgandan keyin yana qaytib keladi degan. Bular goal based agent deymiz. Nishon qarab ishlaydigan vakolatchilar yoki agentlar degan. Undan keyin planning agent, ya'ni oldin plan tuzadi, masalan, sayohat plani, o plan, bu plan, yana shirkatninki kelar yillik plani degandek narsalarni tuzadigan agentlar degan. Undan keyin learning agent deymiz, mashina til o'rganadigan, matematik programma o'rganadigan va yoki boshqa narsa o'rganadigan degan. Masalan, buni siz qila olasiz degan hozir. Endi multi agent deymiz, bularni hammasini birlashtiradigan degan. O'sha ustunliklarimizni birlashtiradigan bo'lsa, multi agent degan. Bir qancha agentning harakatlarini birlashtiradi. Masalan, bundagi shu taraqqiyot bo'lgan. Qanday bo'ldi deyapti, 2030 vaqtda multi agent taraqqiy qiladi degan. Hozir agentlar taraqqiy qiladi, multi agentlar sharp skilyapti degan. Chunki agent hammadan har qanday bir odamniki xuddi 1990 yil internet barliq keldi. U vaqtda hammadan bir telefon ishlatganlikdek reallik desangiz hech kim ishonmasligi mumkin deydi. Chunki vaqt telefon qimmatdi. Baylar, boshliqlarningki uylarda bor telefonlar degan. Vaqt desangiz hammadan ishonmasligi mumkin degan. Voy, nari unda shulan deb. Hozircha hammadan telefon bor-ku. Har qanday bir telefonga erisha oladi degan. Bu bir. Ikkinchi joyda 2029 vaqtda hammadan agenti bo'ldi degan. Bu xuddi hammadan telefoni bo'lgandek ishlangan. Chunki AI dunyosidagi, sun'iy aql dunyosidan kelgan hujumlarni sun'iy aql dunyosiga taqobil turishingiz bo'lsa, siz ham sun'iy aqldan taqobil turishingiz kerak degan. Bu tashkilotga bir odam qarshi turolmaydi, tashkilotdan qarshi tursiz, davlatga davlat bilan qarshi tursiz degan. Davlatga nədək bir axmaq tashkilotlardan qarshi turolmaysiz degan. Ular o'zining tashkilotlarini ish qilib qo'yib, bizdan yo'qolasiz degan. Hem joyda mana misol joyda Google Map bor, xarita bor, xaritaning bir o'rnini belgilaysiz, ashuna joyda bir yo'l bo'yicha sistemasini belgilab qo'ysiz degan. Bu joyda nishonliq agent, ya'ni goal based agent deymiz, shuni qartar. Endi hozir AI agentlar, hozir biz bildigan agentlar joyda shu 5-6 turi, odatda ko'p tanliqlar. Qolganlar joyda bormi yana bor degan. Hamma joyda men eng ko'p, balkim ishlatib qolganlar shuni Auto GPT degan o'z nishonni belgilaydi, planlaydi, ijro qiladi. Uning kanalida long chain agent degan bir so'z. Bu joyda qurollar bilan ishlaydi. Uning Crow AI bir necha agent guruhidan bo'lib ishlaydi. Devin Plugstack deymiz, programmer agent. Ya'ni bu programma tuzadigan. Uning keyin cloud computer use. Bu kompyuterni o'zi boshqaradi. Kompyuterni o'zi boshqarishni kompyuteringiz o'zi boshqaradi. Kompyuteringizga kelgan uchurlarni va kompyuteringizga kelgan hujumlarni joyda qo'g'day oladi degan. Xalqlarningki hujum qilishini oldini ola oladi degan bu. Endi AI agentning amaliy qo'llanilishi joyda masalan 2025-yili Nobel mukofoti teppa desangiz joyda sizga 2025-yili Nobel mukofotiga erishganlarning qator listidan chiqarib bergan. Hem joyda shirkatning bu yillik chiqimini hisoblab qo'yadi. Desangiz joyda oldingi ahvolini bu yillik chiqim kirimlarning hammasini joyda tafsiliy dokument shaklida sizga hisoblab chiqarib bergan. Endi kod yozib bergan joyda sen manda appdan bir torbetdan bir laylab bersangiz joyda ashni izlab berib, ashni qatta boshqa torbetlarni selishtirib joyda eng oxirida sizga yaxshi bir torbetdan bir hisob bergan. Buning keyin joyda masalan men manda nimaga bormoqchi edim? Istanbulga bormoqchi edim. Mana shu yaqinqi bir oy ichidagi eng yaxshi, eng arzon bo'lgan biletni bormoqchi men desangiz joyda eng arzon biletni tepadisangiz, shu zamonda sizga izlab eng arzon, eng yaxshi vaqtga eng qisqa yo'l bilan deganni tepir degan. Masalan 60 bo'lam deyapman, bu mana degandek. Almashsangiz nereden almashsiz? Moskvada almashmisiz, Dubayda almashmisiz degandek-chi. Shularning hammasini qilib beradi degan. Undan keyin joyda narsaga setib olish. Masalan bir narsa setib olgan vaqtingiz joyda uni qarab turib joyda izlab o'xshash narsalarni izlab eng arzon bo'lgan narsani. Ya'ni nimasi o'xshash, sifati o'xshash, ammo joyda sizga nisbatan eng yaxshi bo'lgan narsani joyda tepib beradi degan. Endi AI agent qanday ishlaydi deyapti? Birinchi qadam ishlatuvchi talab. Ya'ni siz ishlatuvchi, ya'ni siz joyda bir talabni kirgizsiz. Undan keyin ikkinchi qadam joyda large language model, ya'ni cho'ng til model joyda uni planlaydi, izlaydi.
Üçüncü qadam joqda har qaysi tillarni ishlatamiz. Sen Google search deymiz yoki boshqa izlashlarni izlash qil deymiz. To'rtinchi qadam joqda natijani esiga saqlaydi. Natijalarni hammasi joqda esida saqlab oladi degan. Ya'ni yadikisiga ilib oladi degan. Beshinchi qadam joqda javob berdi va tavsiya qildi degan. Sizga ma'lum bir javob chiqardi va undan keyin joqda yaxshi bo'lgan tavsiyalarni sizga berdi degan. AI agentning cheklimlari emaslar. Odatda buniki cheklimlari bormi bo'lsangiz bor degan. Masalan, halüsinatsiya deymiz. Ya'ni halüsion degani. Masalan, bu joqda yolg'on uchurlarni rost deb qo'yish. Yolg'on uchurlarni rostdek sizga berish degan. Ya'ni bexatarlik, ziyonli amirlarni ijro qilish. Masalan, sizga ma odamning WhatsApp'ni men o'g'irlab ber. Desangiz o'g'irlarim bizga o'g'irlaydi degan. Ammo shunda mujna o'g'irlash ehtimollik bormi deyapti, bor degan. Uning har xil yo'llarni tepib joqda sizga boshlangan WhatsApp adresini va nimani sizga o'g'irlab ekra olasiz degan. Ammo joqda buniki hozircha hayot olasiz. Bundan keyin joqda 2027-2029 bag'och vaqtlarda buni nurg'un qonunlar keldi degan. Qoida tuzumlar chiqdi degan. U vaqtda balkim qilinmasligi mumkin degan. Endi AI agent kontroldan chiqish xavfi bormi degan vaqtda bor. Sizningki bir AI agentingiz bor deylik. Masalan, uyingiz bir to'qliq supurgich bor deylik. Yoki bo'lmasa bir nima bor deylik. Mikro o'choqda, mikro isitma bor deylik. Ashuncha vaqtda u kontroldan chiqib ketsa vaqtda haddan ziyod portlashni keltirib, sizga portlashni keltirib chiqaradi degan. Cheklik mantiqi, ya'ni murakkab masalalarda ojiz degan. Masalan, AI agent sizning elektronlik xatingizni o'qiydi, xato uchur yo'llashi mumkin. Sizning uchuringizni o'qib, ashuncha vaqtda javob qaytara oladi degan. Ashuncha vaqtda ba'zan xato uchurlarni qaytarib qo'yish ehtimolli joyda yo'q emas degan. Kelgusi AI agent, ya'ni 2030-yilda AI agent digital employee, ya'ni har bir xodimning aqliy yordamchisi bo'ladi degan. Hamda personal assistant, ya'ni kundalik turmushni to'liq boshqaradi. Uni kelajaqda autonomous bo'ldi, ya'ni avtonom demekchi. Autonom researcher, ya'ni avtonom holatda ilmiy tadqiqotni ilib boradi degan. Multi agent society, ya'ni ular o'zaro savdo muzokara qiladi degan. Ya'ni har xil AI'lar joyda birlikda muzokara qila oladigan shaklda kelgan. Bu joyda 2028-yilgacha 15% kunlik qarorni AI agentlar oladi deb qaraladi degan. Endi mavi AI'ning agent. Endi quant AI bo'lgan nima o'zgardi degan. Masalan, bizningki nimamiz quant mashina o'rganish darsimiz qilyapmiz. Endi bizningki 2026-yilga keyimiz joyda shuarimiz joyda 2026da Uyg'ur quant texnika qilamiz dedimiz. Bu joyda shunga quant AI kelgan vaqt nima o'zgarish bo'ldi? Quant AI kelgan vaqtda quantning o'ylash nurg'un ortiqcha. Mana siz superposition deymiz, bir vaqt o'ylash deymiz, entanglement deymiz degandek. Mushunda ko'p xitarlar bo'lganlik uchun joyda bir vaqtda nurg'un masalalarni o'ylay oladi degan. Buni keyin joyda masalan shaxmat o'ynashda siz bir yo'lni 5-6 yo'lni o'ylaysiz degan. Ammo quant AI joyda sizni ehtimollikni tang o'ylay oladi degan. Qancha ehtimol, qancha mingta ehtimollik bo'lsa, hamma siz bir vaqt o'ylay oladi degan. Bu joyda quant AI'ninki hozirgi AI'lardan joyda mingasi. Eng az bo'lganda vizasi bo'lmasa mingasi texnik kuchli ekanligini ifodalaydi degan. Ham tez ekanligini bildiradi degan. Tamam. Masalan, men joyda shaxmat o'ynash. Bugun bir yurish quant bo'lsa 10ninki 6-dars yurish bir vaqtda degan. Ya'ni bir klassik joyda bir qadam maqam bilan ash bir qadam joyda quant AI joyda uninki mingasidan 1 million narsaga tez bo'ldi. Tez manga degan. Masalan, mana Google'niki tajribasi 10 ming yil ketgan nima joyda quant AI joyda 200 sekundda bir taraf qildi degan. Endi quant AI agent degan bir narsa keldi bu yerda. Quant AI agent ustunligi. Bu joyda parallel reasoning deymiz. Ya'ni ming xil hal qilish yo'lini bir vaqt sinaydi degan. Masalan, biz oldingi qitim leksiyalarimizda quant shifrlashtirish degan vaqtimizda 4 xonlik kodni joyda 16 yo'l bor deylik. Masalan, 2 kubit bo'lgan vaqtda 16 yo'l bor deymiz. Hamda joyda 16 qitim bo'lgan vaqtda nima joyda quant AI joyda bir qitim mana degan. Ya'ni bir qitimda hammani tanlamang degan. Shuning uchun joyda buniki 16 dan 1ga qisqarib ketadi deb so'zlagan. Endi men joyda 1000 yo'lni birla sinaydi degan. Endi optimization deymiz. Eng yaxshi yo'lni tez topa oladi degan. Masalan, biz nima vaqtimizda masalan qatnasha siz bir yerga bormoqchi bo'lsangiz, doktorxonaga bormoqchi bo'lsangiz, darhol doktorxonaga bormoqchi bo'lsangiz, ash doktorxonaga berish yo'lni belgilaysiz. Uning joyda siz mana bu doktorxonaga boradigan eng qisqa yo'lni teppa deysiz. Hozirgi joyda balkim
nemisi az bo'lgan, musofasi eng qisqa bo'lgan deb qo'yish mumkin degan gap. Ammo bu yoqda bizning maqsadimiz u emas. Bizning maqsadimiz nima bu yoqda? Musofasi eng qisqa emas, eng tez bag'iniladigan yo'l, eng qisqa yo'l degan gap bizga. Musofasi qisqa bo'lib qolganda mashinalar jiqib qolsa, qatnash qilishdan turib qolsa, amaliyotda 15 minutga barlarga 1 soat bo'lsangiz foydasi bormi? Musofasi 2 uningda 2 kas bo'lganda balkim yarim soat bo'lsangiz, o'z o'zidan foyda qilish mumkin degan. Endi bu yoqda murakkab masalalarni yoqda klassik kompyuter hal qilolmaydigan murakkab masalalarni yoqda quantum AI bu yoqda hal qiladi degan gap. Endi bu yoqda quantum machine learning, ya'ni quantum agentni o'zi o'rganadi degan gap. Bizning hozir qilayotganimiz quantum machine learning degan gap. Bizningki quantum machine o'rganish qatnashgan bolalar yoqda quantum AI va quantum AI agent yoqda qurish imkoniyatini qilish imkoniyatiga erishadi degan gap. Endi bu yoqda quantum AI agent degan yoqda klassik AI agentmi teng qo'shib ikkisi yangi bir davrni shakllantirib qo'yadi degan gap. Shuning yoqda bularni qilmasak bo'lmaydigan zarur masalalar. Endi quantum AI agentning va bexatarlik bo'ladi. Albatta buniki bayatın deb ketganda ortiqcha bo'lgandek, buniki bexatarlik masalalari bor degan gap. Masalan, ichki bexatarlik deymiz, agentning o'zi saqlangan. Sirtqi bexatarlik agentni boshqalarga ziyon yetkazmaslik. Masalan, sizning bir agentingiz bor deydi. U AI agentingiz boshqalarga ziyon yetkazib bo'ladimi? Bo'lmaydi degan gap. U ziyon yetkazsa siz egolsiz degan gap. Endi axloqiy masala bo'ladi. Agentning to'g'ri bu xatolikni ayriy olishi, agentning har vaqt inson kontrolida bo'lishi degan gap. Sizning kontrolingizda bo'lishi kerak degan gap. Masalan, self driving agent deymiz. Hodisa yuz berganda qanday qaror qildi? Bizim Tesla mashinalar bor, hozirgi yo'lda menayotgan shofersiz taksilar bor degan. Ashlar yuz berib qolsa qanday qiladi? Qachamdi yoki dirimtiramdi degan masala bu yerda. Endi nima ish Uyg'urcha agent kerak bo'ldi? Uyg'urcha AI agent kerak bo'ldi degan. Biz davomli deb kelyapmiz. Tilni qo'g'dash uchun har oyninki va belli bir kunda var vaqirab, uni o'tkazib, buni o'tkazib, bir kun 24 soat shunda vaqirab tashviq qilib, ertasidan tatib uxlab qolgan foydasi yo'q degan. Uni o'rniga shu vaqtda kun bir batdan bo'lsin, ozroq bo'lsin, kunlik harakat qilib turganimiz shu eng afzali degan. Hem joqda hozirgi Uyg'ur tilini qo'g'dash uchun joqda cho'qim AI davrida AI ga moslashgan va AI davrini o'zida mujassamlagan bir Uyg'ur AI shakllanishi kerak degan gap. Agar buni qilmay turib siz Uyg'ur tilini saqlayman deysangiz, quruq shuvardan boshqa bir narsa emas degan gap. Ya'ni bu bo'lganligi joqda cho'qim AI agentlar chiqish kerak degan gap. AI agent boyada AI agent cho'qim chiqadi degan gap. O'zligidan keldi degan gap. Mana buni qilmasangiz joqda texadam quruq gap bo'lib qoldi degan. Endi tilni qo'g'dash 30 milliondan 40 milliongacha Uyg'ur bor degan dunyoda. Endi bular joqda to'g'ri bo'shliq joqda tilimiz oz degan. To'g'ri bo'shliqdagi axloqsizliklardan xili ko'p, ammo ular ozladi-ku endi. Ammo joqda bizning to'g'ri dunyosida Uyg'ur tilimiz haqiqatan ojiz degan. Buni qabul qilishimiz kerak. Avval o'zimizni qabul qilishimiz kerak, uni qartachoqda o'zimizni davosini tepishimiz kerak degan. O'zimizni qabul qilmay o'zimizning kasallikni davo topolmaymiz, topolmaymiz degan. Avval diagnoz qo'yishimiz kerak, uni qarta davolashni olib boramiz degan. Madaniyat qirg'inchilik deb vaqirg'anlar madaniyat to'g'riliq nima qiladi buni men o'ylab degan. Madaniyat, urf-odat, tarix, adabiyot AI agent o'rganish kerak degan. Oldin qaytim bir suhbatda AI agentlar Uyg'ur AI simga cho'qim tarixchilar bo'lish kerak, madaniyatshunoslar bo'lish kerak, jamiyatshunoslar bo'lish kerak desam, voy bularning nima kerak bor dedi. Tazi kerak bormi bunday? Agar Uyg'ur o'zingizni saqlab qolaman, o'zimning madaniyati va tilini saqlab qolaman desangiz, hamma narsaning ahamiyati bor degan. Ham sonliq mustaqillik. O'zimizning kuchida AI agentni o'zimizning AIdan qurmoqchi joqda, o'zimizning sonliq mustaqilligini saqlayman. Chunki digital dunyoga kirdik degan gap. Digital dunyoda o'zimizningki kimligini o'zimizning putrab turadigan joqda, digital dunyoda o'zimizning mustaqil digital dunyosi bo'lish kerak. Ya'ni sonliq raqamli dunyosi bo'lish kerak degan gap. Yani bunun uchun joqda o'zimizning AI sipsi cho'qim bo'lish kerak degan. Universal AI sipsi degan. Buni hozir bizning Uyg'ur bolalarni nihoyat ko'p qilyapti. Umid zo'r. Men ammo shaxsan qarayman, umid zo'r degan. Hamma yakka-yakkalik ketib boramiz, ammo joqda eng oxir joqda yana birlashimiz degan. Chunki maqsadimiz hammamizning maqsadi bir degan. Eng oxirida mustaqil haqiqiy o'zini o'zi taraqqiy qildira oladigan bir Uyg'ur sunniy aql yasash maqsadimiz.
Bunda bo'lgandagi joyda u qo'ldan bu qo'ldan hammasi kirishyapmiz endi. Eng oxirgi joyda hozirgi birlashmagan bo'lsak, keyingi joyda eng oxirgi natija joyda yana bir yerga chiqamiz endi. Endi kelgusi AI davr joyda Uyg'ur tili qaloq qolsa, til ulushi xavfiga duch keldi. Bu muqarrarasiz-ku. Shuning joyda biz AI davr joyda Uyg'ur tilini AI davrga moslashtirishimiz kerak degan. Bo'lmasa joyda quruq shuardan boshqa ketamaymiz degan gap. Bugun hatto ish kuchi leksiya so'zlab qo'yib, ish kuchi nutq qilalab bitmaydi degan gap. Uni joyda davomli ilib bora olishingiz kerak degan gap. Albatta uning u mutlaq foydasi yo'q degan gap emas, u. Foydasi bor, ammo joyda yo'q yiroqdiki nimani ko'zlash kerak degan gap. Ko'ringan tog' yiroq emas-ku. Ko'ringan tog'ni yiroqdagi tog'ni ko'rib, oldingizga do'ngni ko'rib, tog'ni ko'rmasligingiz saqlashingiz kerak degan gap. Uning keyinda uningdan egiz tog'lar bor degan gap. Shuning joyda turibdi. Hozir o'zimizni saqlashimiz va keyingi taraqqiyotni moslashtirishimizni qanday qilishimiz kerak buni. Uningga qadam-qadam hammasiga planli holat harakat qila olgan vaqtimizda uning kendan unum bo'ldi degan. Bo'lmasa joyda ba'zida kechikib qolamiz degan. 2025 Uyg'urning kunlik sonliq ma'lumot to'plashi 100 GB, 100 gigabaytdan oshdi degan. Endi faqat vatan sirtidagi Uyg'urlarning o'z ichiga olishi mumkin, ammo vatan ichidagi Uyg'urlarning joyida bundan yuqori degan. Kunlik ma'lumot to'plash degan. Endi Uyg'urcha AI agent qanday boshlaymiz? Bizda odatda 5 qadam bor. Bular birinchi vaqtda Uyg'urcha sonliq ma'lumot to'plash, kitob, gazet, to'rbat degandek narsalarni sonliq ma'lumot to'playsiz degan. Ikkinchi qadam joyda Uyg'ur tili modeli yasash. Bizni joyda qiynayotganimiz musha degan gap. Uyg'ur tili modeli yasash. Boshlarning modelini ishlatyapmiz hozirda. Biz Metanik ishlatyapmiz, large language modelini ishlatyapmiz, OLM'ni ishlatyapmiz degandek. Ammo joyda bizning maqsadimiz nima deyapti? Eng oxirida o'zimizning til modelini yasab chiqish degan. Xalqning modeli xalqniki bu. Ammo vaqt kelgan vaqtda to'xtalamda to'xtalay degan. Ammo joyda bizningki o'zimizning vaqtida ham o'zimizning bo'ldi, ham joyda to'xtash imkon o'zimiz qachon to'xtash xohlasak, to'xtatimiz, taraqqi qilsak, taraqqi qildiramiz degan. O'zimiz bog'laymiz. Mustaqil degan. 3-chi bosqichda agent qurilmasini qurish. 4-chi bosqichda qurollarni uyg'urchalashtirish. 5-chi bosqichda kvant texnika bilan birlashtirish. Ya'ni bu joyda mush bosqichni bilan boshlaymiz degan. Bular joyda odatda hammadan qila oladi degan. Faqat to'g'ri bo'lgan tafakkurlar to'g'ri bo'lgan, ideyalar to'g'ri bo'lgan nishonlar maqsad joyda siz qila olasiz degan. Balkim biroz uzoq so'zlash mumkin. 1 oy, 2 oy so'zlash mumkin. Ammo joyda mush tartib bo'yicha maqsad joyda hozir sun'iy aqllar bor-ku, sizga yordamchi bo'ladi. Nima qilishingiz kerakligini so'rsangiz joyda shu ham sizga qaror beradi. Bir man chiqib degan. Qadam bosish bo'yicha maqsad joyda siz o'zingizniki mustaqil agent yasalaysiz degan. Hozir yasavatsangiz yaxshi degan. Keyinchi joyda bu sonliq ma'lumotni izlab topamaysiz degan. Hamma narsa pulliqlikda bundaki endi. Hozir AI'lar ko'pincha haqsizdan haqliq o'tib boradi-ku. Balkim ko'rayotgan bo'lsangiz degan. Bundan keyin ham shunday bo'ladi degan. Uyg'urcha AI'ning ishlatilish sohalari, masalan, ma'arif. Bizningki ma'arif, Uyg'ur ma'arif sistemasini shakllantirishimiz kerak degan. Bizningki undan burungi ma'arif sistemamizmi taraqqiyotdagi joyda Uyg'ur islom ma'arif sistemasi shakllangan. Bu taraqqiyotda bu taraqqiyotdagi joyda eng oxiri buni jabrini deb joyda, ya'ni Uyg'ur ma'arif sistemasini qurishimiz kerak degan. Buning joyda hozirgi o'xshamaydigan joyda digital qurib chiqishimiz kerak degan. Ya'ni fizikal, ham digital, ham fizikal ahvolda ikkilisini birlashtirib qura olishimiz qilgan vaqtimizda texnikani taraqqiyot erishamiz degan. Ya'ni ma'arif sistemasi o'z Uyg'ur tilida o'rganadigan agentlar, til o'rgatadigan, matematika o'rgatadigan, fizika o'rgatadigan degandek agentlarni. Uning kanitlar ma'lumot dehqonchilik xabarlari maslahatsiya bu bozor baho savdo maslahatchisi joyda bizningki iqtisod savdo bilan shug'ullanadigan savdogarlarimiz joyda bularni qilmas bo'lmaydi. Chunki bularni qilmas joyda boshqa qildiganlar hozir savdogarlardan shonlikda degan. Shuning uchun joyda bizning Uyg'ur savdogarlar joyda o'ziga xos bo'lgan sohalarda AI'larni qo'llanib, jonli qo'llanilishi, AI agentlarni qo'llanish kerak degan. Buning uchun joyda programmer Uyg'urlarga mablag' solishi va oshna maktablarga mablag' solish kerak degan. Uni bo'lmay uni ishlasak buni ishlasak bo'ladi, xalqdan ishlatib ishlatsak, OpenAI'niki hatto Xitoynikini elib ishlatsiz degan. Uni o'tirib biz qilayotgan Uyg'ur bolalarni qo'llasak, oshlarni azroq iqtisod bilan ta'minlasak, bular biz uchun hesab bermayapmi? deb tafakkur qilish kerak. Uni tafakkur qila olgan vaqtda dunyoda iqtisod bozorida joyda o'zining bir kuchlik hissini ola oladi degan. Bo'lmasa joyda atog'in shanligida degan. Bugun shallanmagan mumkin, ammo muqarrar shallangan. Bu AI davrida emas degan.
Endi hökümet joylarda fuqarolarga xizmat qilgan agentlar. Bu biroz bizga jiroqqa endi. Shuni o'zim qilib qo'ydik endi. Bu yil qaysi teriqchilik foydali degandekchi men sen oldingi yildagi va o'tgan yildagi narsalarni joylarda tadqiq qilib eng oxirida sizga bir misol chiqarib berdim. Endi bir hujjat şekilde chiqarib berdim. Endi Quant Agent Uyg'ur yo'l xaritasi bo'ladi. Men joyda 2026-yil Uyg'ur agent qurilmasi. Sen buni joyda 2027 ming ishlatkishi, 10 ming ishlatkishi, 2028 Quant texnik tajribasi, 2029 Uyg'ur Quant Agent beta. Mana alfa beta theta deb ayrıldı. Adetda alfa eng asos bo'ldi. Beta joyda kuchli xaslashgan ekan bo'ldi. 2030-yil xalqaro sahnaga chiqish. Bizningki yo'l xaritamiz bu shu. Agar mush bo'yicha hamkorlash xaladan qarindoshimizda har zaman har vaqt qarshi olamiz endi. Birlikda hamkorlashishga. Endi Yarshar agent AI agent bozori. Sen 2024-yilda 5 milliard. Maçoqda 2025-yilda 5 milliard ekan, 2028-yilda 50 milliard. Yani onu viza söyleyin. 2030-yilda 200 milliard bo'ldi. Yani Musa'da Uyg'ur baylari, Uyg'ur savdogarlar o'zining hassini qanday ola oladi? Bu mu shu AI davriga moslashishga qaratildi. Har bir shirkat, har bir sohada o'zining AI agenti qo'llanadi. Bu muqarrar hadisi bu. Shirkatlar emas, bizlar ham qo'llanamiz degan. Uyg'ur savdogarlar bu bozordan qo'ldan bermaslik kerak. Mush bozorda o'zininki tegishli gasini ala olish kerak degan. Endi men joyda AI agent ham joyda Microsoft, Google, Amazon degan ham joyda mushunga mablag' AI agent mablag' oladi degan. Endi AI agentning ishsizlik masalasi. Yo'qolgan xizmatlar, katib mulozimat, tarjimonlik hisobot degandek, yangidan paydo bo'lgan joyda AI muhandis deymiz, ya'ni AI agent engineer deymiz. Endi AI boshqaruvchi. Mushtada. Endi joyda hozirgi har xil nima sertifikatlar bor, masalan, guvohnoma beradigan o'rinlar bor. AI agent olsangiz. Buni joyda bizning hozirda bir narsamiz yo'q. Ammo joyda davlat universitetlarning ba'zi pul to'lab olsangiz bo'ldi degan. Hal qilish joyda ishlarning yangi texnik moslashtirish. Bu yoshlar bugundan tayyorlik qilish kerak degan. 2000 ko'ringan tog' raqam emas degan gap bor bizdan. Shuning joyda hozirda tayyorlik vaqtda 2028-2030 tayyorlik qiladi degan. Bu joyda texadimi betar hal qilamiz degan. Endi bu 2025-yilda Dunyo iqtisod forumiga ko'rsatilgan joyda 85 million xizmat yo'qoldi. Qaranglar, 97 million yangi xizmat paydo bo'ldi. Yani xizmat paydo bo'libdimi, yo'qolibdimi? Yani 8 milliondek xizmat, necha million bo'libdi? 12 milliondek mi? 12 milliondek xizmat ko'payibdi-ku endi. Emniyet xizmat yo'qolgandek qilgan joyda yangi xizmatlar chiqyapti degan. Har qanday bir narsaning shunday-ku, 90-yil internet kelgan vaqtda nurg'un odamlar ishsiz qoldi degan. Ammo bu joyda nurg'un yana xizmat fursatlarni olib keldi degan. Bu xuddi shunga o'xshaydi. AI davri keldi, bu nurg'un xizmatlarni yo'qotdi va nurg'un fursatlarni olib keldi degan. Endi quantum AI bundan kuchli degan gap. U texadimi shunday degan gap endi. Shuning uchun biz xizmatimiz yo'q deb unda qiladi deb bunda qo'rqash emas. Uni joyda o'zimizga ishlatib texadimi o'zimizni kuchlantirishimiz kerak. Bu xuddi musulmon dunyosiniki islom dunyosini deyiladi. Islom dunyosining fan texnikini qabul qilmay, qadaqliq sababini hozir qilganlik degan gap. Har vaqt bunisi shayton ekan, u shayton arası, uni ko'z shaytonning kapriyasi ham bu kapriyasini hozir qilgan kunimiz mushu-ku. Emniyat ashni ishlatib turib o'zimizga yasay olgan bo'lsak, texadimi bo'ladi, yaxshi bo'ladi degan. Hatta o'zim ashni yasaymasak, ishlatib taraq qilamiz. Sen arablar shuni taraq qiladi-ku. Sen keyinchi taraq qilgan arablar deymiz ham. Hozirgi Saudiya degandek arablar. Bular o'zidan bir narsa yasalamda, o'zining neftdan boshqa bir narsa yo'q. Alloh bergan neftdan boshqa hech nima yo'q degan. Hech nima yo'q ularniki. Ashninda pul tepib, ahlarnikini elib ishlatadi degan. Sen Amerikaning nurg'un ish keraksiz qurollarni elib o'zini qo'g'dayapti endi, u ham bu yoqqa qilib jirib. Endi bu bir nima degan gap? O'zi yasamaganligini hisob foydalanish kerak degan gap endi. Shuning uchun 97 million ish yangi ish, 12 million ish ko'payadi degan gap. Ash ko'paygan xizmatni men bir kishilik o'zimning xizmatini yo'qotib qo'yishdan birga yangi fursatni foydalanaman demoqmi? Buni qo'lga keltirishimiz kerak degan. Endi xulosa qilgan vaqtimizda AI davri. AI davri kelib bo'ldi. Bu kelib bo'ldi emas, xeyli bir berib bo'ldi AI davri. Bundan keyin AGI so'zlaymiz degan gap endi. Ya'ni 2028 dan boshlab 2027 balkim AGI deyishga boshlaymiz degan gap. Chunki AI qoldi endi. Bu bir taraq qilib bir berib bo'ldi bu.
Endi şu wagtda özüni taraq qildir degan gap şu. Hozir 1000dan ortiq, 10 mingdan ortiq AI chiqib bo'ldi degan gap. Hamma yana bizning Uyg'urlardan bor qo'y AI'dan 5, 10, 15 chiqib bo'ldi degan gap. Bizde bir toplum aşinara chiqarılgan vaqtda davlatdan nechin chiqaryapti onundan. Şuncha vaqtda AI bir berib bo'ldi. Hamcha vaqtda 2027, 2028 boshlab AGI'ni so'zlaymiz degan gap. Hozir chiqib oldi-da, shamanlar kelyapti. 2030 vaqtda quantum AI'ni so'zlaymiz degan gap. O davr keldi degan gap. Hozir quantum AI davr kelib bo'ldi, ammo uni biz AI davrining qiziqchiligi bilmayotgan bilan. Shuncha vaqtda AI texnikani kelarki bosqichi so'ra javob al degan vaqtda talab qil ijro bo'lsin degan o'tir deyildi. Uyg'ur tili va madaniyatini qo'g'dash vaqtida AI davridagi eng chong mas'uliyat degan gap. Har qaysimizniki o'zimizning mas'uliyati. Ya'ni biz boshliq bizga qo'shilib yoki bo'lmasa biz sizga qo'shilaylik. Agar planingiz to'g'ri shaklda taraqqiyot bo'lgan bo'lsa, qo'shilamiz. Bu cho'qim bizni mening mang'ayimdan mangsang bo'lmaydi degan ish yo'q. Agar sizning mang'ayingiz bizning barliq yerimizga borsa, albatta eng tez yo'l bo'lsa, eng to'g'ri yo'l bo'lsa biz har zaman qo'shilamiz degan gap. Endi 2030-yilda har bir insonning o'ziga xos AI agent yordamchisi bo'ladi deydi. Bu joyda muqarrarasi. Shuncha vaqtda mushning qarta programmalar hozirgi kod yozganlar joyda o'zini mushning qarta kuchli tarbiyalash kerak degan gap. Bu vaqtda o'zining yana o'rnini yo'qotib qo'ymaydi degan gap. Endi maslumani qarasang joyda bu bir odatdagi AI agent vakolat. Buning joyda sen nurg'un bir tal bir narsa kirgizgan joyda masalan bugun kasbiy xizmat bilan shug'ullanaman, men bir yordamchi AI qurib bersam desangiz joyda sizga birdamda bir AI yordamchini bir qurib beradi degan gap. Ana buni qo'zg'atish, tanishib, saqlash degan narsalar. Bu joyda xil narsalar bor. Bu shuni shaklda qura olasan. Eng oddiy shaklda bu hamda. Ana buni joyda qurish nihoyat oson degan gap. Kod bilmasangiz bu o'zingizning AI agentlarini qura olasiz degan gap. Ya'ni diagram shaklda qura oladigan nurg'un narsalar bor degan gap. Hamcha vaqtda agar kodlayman desangiz vaqtda uni qura olasiz degan gap. Ya'ni o'zimning qiltiman desangiz vaqtda avval kod yozasiz, uni ikkinchi vaqtda uni o'zingizning sallaqni to'plab vaqtda mashq qildirsiz degan gap. Bu haqiqiy o'zingizning bo'ldi degan gap. Haq uni yo'qotmaydi degan gap. Sizning bo'ldi degan gap. Ya'ni ham lokal ishlaysiz, ham remote ishlaysiz. Ya'ni ham o'zingizning kompyuterda, ham internet tor dunyosida ishlaysiz degan gap. Buni qilaman desangiz vaqtda qila olasiz degan gap. Baş qilayotganlar bizga o'xshash noyatliq ishlarmi? Haqiqatan biz nima ish qilmaymiz, qila olamiz. Faqat vaqt masalasi va boshqa masalalar degan. Bo'ldi, bugun shuncha bo'lsin, savolinglar bo'lsa so'zlang bo'ldi. Rahmat Qovuljon, bu mavzuga yangi bir nima ekan? Biz ana shu men tushunganimda men shunday aqlda biz bir narsa qilsak shu zamonda chiqarib turdi, shundaqmi? Ana mau biz uchun hammani to'plamizda bo'lganda Toplaydi. to'plab endi hozir sizdingiz buni hammadan o'z oldiga shirkatlar shakli yasab bilim qildi deb shunday bo'lgan. Endi bu narsa hozir rasmiy bozor bozor kirdimi yo kirmadimi? Bozor bir gap bor bizda savdogarning yamini tag'ning u tarafidagi nimani biladi deb. Hozir savdogarning yamini mushun kirib mablag' silib bo'ladi degan gap. Masalan, Amazon mablag' silib bayatni Amazon saldi, uning keyin Microsoft silib degandek. Uning keyin nurg'un cho'ng shirkatlar mushaq taraq qiladi degan gap. Chunki 5-6 10-20 odamning qiyg'ashini joyda bir tal AI qildi degan gap buni. Unda bo'lgandan joyda uni boshidan bergan iqtisodni maoshni bir agent xaslab bilan bitmadi degan gap. Hem işte o bizim kelgisinde şu sun'iy aql vakolatchini AI agent shuni ishlatamiz deb olganda hammadan bo'lish kerak degan gap. Hammadan buni hozir balkim unda emas buni yana bir ikkidan kecha vaqtda boshqalar biz so'zlasak nima qilmagan bilan boshqalarning odamlar so'zlasa voy manda kelmasin deb demoqdan keyin vaqt joyda hamma narsa haqli qiladi degan gap. Hozir qilsangiz hamma narsa haqsiz. 2027'de 2028 vaqtda hamma narsa tasdiq erisha olmaydi degan gap. Chunki asta-asta qonunlashtiramiz deb hozircha. Buning nurg'un narsalar qonunlashgan vaqtda siz buni erishishmi erishamaysiz degan gap. Hozircha vaqtda digital dunyoda bir narsa erishman desangiz haqsiz erisha olasiz. Masalan, echutlik oldin qaytdan bir 18 mi 21 yoshli bir qiz bolani
qo'zg'aldi-ku. U qanday qilib desangiz, o'sha haqsiz bir ilmiy maqolalar bor-ku, akademik maqolalar. Ularni hammasini haqsizlik etgancha. Ularni hammasini haqsizlik etgan shuni bilan uni qo'zg'aldi. Masalan, Hindiston bilan OpenAI'ning nima munosabatimiz hozir o AI şirketlerining hammasiniki davlatlardan xalqlar nashriyatlardan chiqadi munosabatlik nimasi zid etyapti. Chunki ular ishlatgan nima joyda ba'zi kitoblarningki nashr huquqini biz nashr huquqini kitob setib olib olamiz, o'qiymiz-ku. O'sha kitob setib olmay o'zini tarjima qildirayotgan joyda unaqa pul to'lash kerak. Buning uchun qonun bo'lmaganlik uchun shu yutuqdan foydalanadi degan gap hammasi. Endi bizmi shu yutuqdan foydalanish kerak degan gap. Buning uchun ertaga bo'lib ketgan vaqtda biz o'zimizning uyg'urcha kitoblaridan foydalanmaymiz degan gap. Tor dunyosi. Nima ish qilgan vaqtda uning nashr qilindi. Xitoy nashr qilindi. Yaqinchi biz o'zimizning deb vaqirib qonimiz jitlibidagi vaqirgan bilan va xalqaro qonun deydigan bir narsa bor degan gap. Uning bo'ysunga asosida vaqirsangiz siz yo'lliq degan gap. Agar bo'ysunmaysiz vaqiraversangiz siz yo'llisiz degan gap. Unda o'g'andagi joyda u vatan nashr qilgan narsadan cho'lsa, bu yerga satsangizmi, men uyg'ur tilini o'rgatyapman desangizmi, u yana sizning qonunsiz ekanligingizni isbotlaydi. Vaqtga kelganda Xitoy bir buyruqlarda sizni yo'qlaydi degan gap. Chunki qonun har qanday Yevropada qonunlar asos qildi endi. Unda o'g'andagi joyda texnik kuchligidan. Bundan keyin materialga erishingiz digital dunyoda. Erishingiz hozirgidan texnik ozizlab ketadi. Masalan, PDF temda uni erishamiz tekst shakl. Hozir shunday ta'sir qilib bordi-ku, ba'zi narsani tor dunyosini uyg'urcha tekstdan olaman desangiz olamaysiz degan gap. Chunki ularga access bermaydi degan gap. Ya'ni sizga bir erishimni bermaydi degan gap. Shu Wikipedia'dan ola olasiz, boshqa bir uyg'ur to'rbetlarni yig'a olamiz degan gap. Boshqalarni yig'ish ehtimolligimiz yo'q, tuyollab bor degan. Boshqa to'rbetlar yo'q endi. Xitoy 95% to'rbetimizni taqib degan gap. Unda siz boshqa nima bo'lmasa xulosalamni qilsa. Bo'ldi. Bugun musharchilik bo'lsin, qag'ini hamda yashab ko'rimiz birlikda. Shu o'zimizningki taraqqi qildirimiz deyotganmiz, o'zimizning bir kishilik kasbini tep olamiz deyotganmiz. Cho'qim fan texnikani kuchli qilishimiz kerak. Bu joyda bundan har qanday qilib Sen vaqt kelgan vaqtda urushib qolsimi, asangiz qo'sha olasiz degan gap. Hozir bosh deb o'tirgan bilan vaqt kelgan vaqtda uni qilaymiz, buni qilaymiz deb tor dunyosida vaqirgan bilan vaqt kelgan vaqtda bir mo'chan beramiz, $1 beramiz ashunga iqtisodiyotdimi. Uning uchun yo pul teping, yo fan texnika qiling. Ikkisidan birini qiling, vaqt kelgan vaqtda asangiz qo'sha olasiz degan gap. Uni hech qasini qilmay turib bu yerda vaqirab ko'chingdab жүргәндән vaqt kelgan vaqtda desa Jenimbek tapliqga meningki kalam yo'rab qoldi, hech kim anglab qoldi deb qolgan gap. Shuncha vaqtda endi kvant AI davri kirdi. Bu xuddi 90-yildagi tor dunyosiga kelgandek ish bu. Maslashalganlar hayot qiladi, maslashamag'anlar yo'qoladi degan gap. Yo'qoladi deganim hamda o'ladi degan gap emas, hamda yashaysiz. Dunyoning 3dan 4dan 5dan 2dan 5dan 3dan 5dan 3 qismi yashayapti yana. Ashuna o'xsha yashaymiz degan gap. Hamcha vaqtda ya pul ulab yashaymiz, ya cho'qda bag ulab yashaymiz degan gap. Ikkisining aralig'ida qolamiz degan gap. Ikkisini tanlaymiz ya. Uni yasaysiz ya bu yasaysiz degan gap. Aralig'ida qolmaysiz degan gap. Shuncha vaqtda AI davriga kirdingiz. Bundan cho'qda hozirgi o'rganishlar to'xtab qolmang. Bundan keldiganmi? Ashuni tafakkur qila olishingiz hozir bu tafakkur qilishning o'rni yo'q-ku bunga. AIdan so'rang, 2030-yilgacha nima eng moda bo'ldi, shu nima kasbni o'rgansam bo'ldi desangiz, ashuna bir mo'sh bilan chiqirib bir degan. Hech umuman shundan izlan degan. Uyg'urchasini qo'llaydi-ku. Shu o'zingizningki yo'l xaritasini sizib qadam maqsangiz bo'ldi degan. Eng bo'lmadigan vaqtda hech bo'lmasa vaqt kelgan vaqtda bir fan texnika narsani yasab jo'laqda shuni shu amaliy ishlatayotganlarga bersangiz umuman sizningki bir to'ppongiz bo'ldi degan. Rahmat aziz do'stlar, bugungi suhbatimizda shuni ko'rdikki, AI agent, ya'ni sun'iy aql vakolatchi biz uchun faqat bir texnika emas, balki bu bir ixtiyorimizni kengaytirgan bir xil qurol ekan. Texnikamizni besib tushish uchun emas, balki bizni qiyin va zerikishli ishlardan ozod qilib, muhim ijodiy ishlarga vaqt chiqarishimiz uchun barliq kelyapti texnikalar hozir hamma narsaga qulaylashib ketdi. Burun
do'st sharoit ishlatib kompyuterimiz yangi vaqtimizda undan keyin har xil nimalar chiqdi. Hamda burun Google'dan bir narsani izlaydi qilsak, ulanish qilib, bir ulanishdan ichiga kirib, buni kerak narsani izlab topatdik hamda hozir nima yozsak shunlar kim chiqarib beradigan bo'ldi. Ya'ni mau aql vakolatga kirgan vaqtda yana boshqa bir nima kirar ekanmizda hamda yana yo'q Ha. qismiga. Degandek bu texnika hozir shiddat bilan yengillayotidi. Buniki qanday texnika ekanligini bilib bo'lmaydi ekan. Shunga sizga rahmat vaqtingizni chiqarib, shu yangi texnika bilimlar bilan xalqimizni bir tushunchaga ega qilganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Undan bugungi suhbatimizni mishad oxirlashtiraylik. Suhbatda kelar qatimda yana yangi suhbat o'zinglarda. Hammanlik Allohga omonat. Xudo xo'sh, Allohga salomat bo'lamiz.